Alloh beraman desa o'ziga oson. Bizni kuzatib yurgan har bir insonga like bosgan, obuna bo'lgan, bizni bozorchamizni kuzatib yurganlarga shunaqa mashinalarni sovg'a olish, sovg'a qilish asosiysi nasib qilsin. Xudo xolasa biz Instagramda kuzatib yurgan mijozlarimizdan biri avtomat korobka onalariga sovg'a qilaman deb niyat qilgan ekanlar. Xudo xolasa bugun niyatlariga yetdilar desak ham bo'ladi. Avtomat korobkani zo'ridan xudo xolasa bugun kechki payt yana bir obzorlarni ko'rsatamiz, topshirish jarayonini ham qo'yamiz xudo xolasa. Har bir insonga nasib qilsa, vaqti kelganda insonlar gul podarka qiladi, tort podarka qiladi. Mashina sovg'a qilish asosiysi yaxshi insonga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi yashagan insonlarga bo'lsa deb kerak deb o'ylayman o'zimcha. Chunki har kimga ham nasib qilavermaydi. Shu qatori bizga, bizni kuzatib yurgan har kimga nasib qilsa shunaqa mashinalarni, bundanda kattalarni sovg'a qilish. Xudo xolasa kechki jarayonlarimiz yana bularni ham to'liq obzorlarini ko'rsatamiz. Omadlarni bersin. Biz ham shu mashina egasini, sohiblariga yaxshi niyatlarimizni bildirib qolamiz. Xudo xolasa bizni bozorchamizga kelishganiga, kuzatishganiga xudo xolasa afsuslanishmaydi degan umiddaman. Zo'ri bo'ldi xudo xolasa. Sog' bo'linglar hammani.